Bugungi videoda biz Minecraftdagi top 5 miflarni tekshiramiz. Qani bo'lmasam, ketdik. Bu mifda aytiladiki, siz lavaga o'z yotog'ingizni, kravatingizni qo'yib uxlashingiz mumkin. Bu rostdan to'g'rimi yoki noto'g'rimi, men bilmayman. Shuning uchun mana shu videoni qilyapman. Shunday hozir tekshiramiz. Vo, hamma yonib ketyapti. Goddammit bro deymi? Hamma yonib ketyapti. Hozir buni hammasini to'g'rilaymiz va lavani to'ldiramiz. Mana do'stlar, endi biz shunday kravatimizni qo'yamiz va o'ylaganimdek qo'yib bo'lmayapti. Bu juda ham yomon meni uchun bolalar, chunki men rostdan o'yladim, bu ishlaydigan mod deb o'yladim. Mif adashdim. Ishlaydigan mif deb o'yladim, lekin unaqa emas ekan. Rosa alam qilyapti-yu, mayli. Bu mif 100% ishlamaydi. Siz lavada uxla olmaysiz. Va mana biz ikkinchi miftamiz. Bu mifda aytiladiki, tuya 70 ta blokdan ham tushib ketib, tirik qolishi mumkin. Qani buni tekshiramiz. Va shu tuya bilan bog'liq mifni tekshirish uchun biz juda tezda qurilib olamiz. Mana men full nazaritovoy branyadaman, full nazaritovoy kiyimda va mana men tushib ketsam o'laman. Va endi biz buni tuya bilan tekshiramiz. Tezda paydo bo'lib, tepaga chiqamiz. O'sha tepada tuyani qo'yamiz. Hozir ko'ramiz, rostdan tuya shunchalik kuchlimi degan savolga javob olamiz. Tuyani qo'yamiz, xo'p, itaramiz. Hop, nima buni jildirib bo'lmayapti? Voy, yotib oldi-yu, bo'lmabdi. Hop, mayli, endi o'zimiz qo'limizda urib tushirib yuboramiz va u hattoki yerga ham bormadi. Nimaga u yo'lda o'lib qoldi? Hop, bu men urganim uchun bo'lsa kerak. Boshqatdan hozir qo'yib ko'ramiz tuyani. Nima bo'lar ekan? Boshqatdan ko'ramiz. Bu safar itarib ko'ramiz. Hop, mana shunday qilib jildiramiz va mana tushyapti va bu yana o'lib qoldi. Menimcha bu mod, bu mif, yana adashdim. Bu mif ishlamaydi. Ha, bola, bu mif rostdan ham ishlamaydi va buni men tekshirib ko'rdim. Va biz 3-mifdamiz va bu mifda aytiladiki, siz mana shu cho'chqani boshini redstone bilan yoqasiz. Hozir biz shunday redstone qilib turib 1, 2, 3 ga yoqamiz. Hop, yoqdik va u yondi. Qaranglar, quloqlari qimirlayapti. Vau! Bu rostdan ajoyib. Men bilmadim buni rostdan. Bilganlar bo'lsa, kommentga yozib qo'yinglar. Men bu mifni bilardim deb. Lekin rostdan ajoyib. O'chirsam mana yo'q, o'chirsam qimirlamayapti quloqlari. Va lekin yoqsam, vau, boru bolalar, bu mif 100% ga ishlaydi va buni men tekshirib ko'rdim. Va bu mif endi cho'chqalar bilan bog'liq va bu mifda aytiladiki, cho'chqalar boshqa hayvonlarni ham boshini kiya oladi. Hozir tekshirib ko'ramiz. Birinchi o'rinda Stevening boshini beramiz. Tashadim va kiydi bolalar. Vau, kiyib oldi. Vau, juda kulgili. Va bu rostdan ajoyib. Men o'ylamadim bu ishlaydi-da. Vau. Endi boshqa boshlarni ham berib ko'ramiz. Masalan, ajdarxonikini hozir beramiz. 1, 2, 3 va vau, kiyib oldi. Bu juda kulgili ko'rinadi. O'zing qilib ko'ringlar. Bu miflar hammasi ishlar ekan va bu kiymadi, mayli. Bu miflar hammasi ishlar ekan. Piglinni boshini kiymadi, lekin mayli. Ikkinchi jahon urushi boshlandi. Nima bo'ldi? Hamma tepaga qarab oldi. Tepada nimadir bo'lyaptimi? Tepa yopiq-ku. Nima ular tepaga qarayapti? Vau, qiziqarli. Ikkinchi jahon urushi desak ham bo'ladi. Va og'zidan arbalet chiqib turgandek turibdi va bu boru rostdan juda kulgili bo'ldi. Va men qora boshni ham tashladim va endi skeletni boshini tashlaymiz. Vau, kivoldi qora boshni. Qiziq, creeperning boshi va u creepernikiga o'zgartirdi bolalar. Ko'rlaymiz, skelet creepernikiga o'zgartirdi. Va ular jahon urushiga endi Steve, Creeper, ajdarho va
qora skelet ketyapti. Vau, juda ajoyib. Endi esa 5-mifga o'tamiz va bu mifda aytiladiki, agarda siz yursangiz qulog'ingiz qimillaydi va yurmasangiz bu qimillamaydi va menimcha bu rostdan ham ishlaydigan mif. Mana sakrasam, yursam qulog'im qimillayapti va bu rostdan sal kulgiliroq, lekin to'xtashimga u qimillamay qolyapti. Va shu bilan miflar tekshiruvi tugadi. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, bitta like, bitta obuna, asla bilan zidimidi, hammaga xayr.